Kana geldim. Kile. Hadi çıktık mı? Çıkmak mı? Ne oldu? Muşunda olab ketdik fikam. Ne oldu? İşinde olab ketdik fikam. Şunda ma vez ma numas bu yey. Muşunda olab ketdim fikam. Ma silga qazmada şumak silib ço'nqigan mening anam. Muşunda vaqtchilik muşunda yuzib qo'ylar fikam. Ne oldu? Ma sizni o'ylab qo'ysak avvallar musha fikam. Shundami? Va qanday chiroyliganlar almali xalqning oldida. Ammo biz hali erkakchiligimiz va adamning balava qizchima fikam. Anlama, bunda yurmaymiz juma fikam nima vizra sedidarga tushgan pitdak bo'lib ketdi. Ya chaqlab. Ha fikam. Ay, bodi gapqamizda fikam. Gapqamizda avvallar musha, hozir ish va erkakningki. Voyjon, voy qanday qilamiz fikam? Voy qanday qilamiz? Ish 1 metr 50 cm xotinlarning qilgan qiliqima va. Yo'q, siynaqni qo'llarga selib olib sera qizil. Shundan manda olib ketdim. Yaqinlarda elangi shishlar shundan fikam. Voy fikam, yo'lda chekish uylab kestirman fikam. Manda bizimizni to'kkicha. Voy bir mashina soqolashcha sindir narsani fikam. Va bo'lmasa bir dog' eslab asirolmas fikam. Voy nima voy ishib va qatda qilib. Voy Vallahi gapimni anglamam. voy deb ko'zim ko'rmasa fikam sindan men saat chiroylar meni ko'zim ko'rmasa masa. Ya çiğiçem şu masaqlarını gipem abi. Da bir gipim bağda baş keçkiçi. Mandan fikam xabarmislar. Voy. Ay o'lib ketsam demagan bo'lay. Yaqinda sirim fikam bu saqalni oldimmi yoki bir qo'noqlikdagi bir o'g'aq tuzdan qijlimi? Ben şu bir şu iş kaldırıp arkadaşlar. Uyda saqlarını yapsaptım ben. Müşter zidqilib yüzdürüm. Uyda saqalaq ishlab qoptimi deb 5 mo'ljallik futbol tukun chiqgan saqalaqishni universitet o'ynab olib ketdi ekan. Ha deylaman aka qanday saqalaqishni ishlatdilar, nimani ishlatdilar deylar. Ba emasmi bizda mana. Turik. Ha. 5 taqilgan qilma bu. Ha 5 taqilqima bu. Mashina ishlashtira qaysi fikam? Anda jumayda yuzlari. Mo'jo chipar ishtandak qilib yuzlari qo'chab. Maqsad jumla sukvaslar bizga foyda qiladi. Nasma bu meniki. Sen boshqani ilib olasan da. Ilib olaman da fikam. Qaysi ani jiqroq ishlasizlar. Xotindan qo'rqmaslikni simi oladi.